Keyingi mashina Honda Staria 22-yil. 400 ming probegda. Bu eng fulli bu. Hamma yo'q elektronniy. Sababi full degani qayli har bitta odamga, passajirga har bitta joyda konditsionerlar chiqqan, monitorlar bor. O'zini radno monitori. Ana skoroslari ham nimada, knopkada bu. Eng fulli bari bor o'rtasida. O'rtasida bari bor. Orqada sidinlari kapitanskiy, duf avograf orqadalarda ham bor bunda. Har bittasida bo'ladi, bularda. Endi mana orqasidan ras ochiq turibdi. Orqasiga ham ko'rsatib o'tishimiz kerak. Mana qaranglar, bexijolatda, maza qiladi. Mana orqasi ham knopkada. Pultda knopkada ochilib yopilaveradi. Pultda ezganingizda o'zi hamma eshiklarini billa ochilganini ko'rdim men. Ochib ko'rsatib beraveramiz yana. Mana qaranglar mana. U eshikni yopdilar. Mana hozir mana shu yerda ochilishi bo'ladi. O'zi yuk bilan oldiga kelsangiz avtomatik ochadi. Yo'g'i? Bagaj. Mana sizlarga zo'r yangilik. Xo'p, bu yurgani, kilometri, 400 ming yurgan, propan, metan, o'ku yoqilg'ida yuradi. Ishlab turgan mashina turizmda. Bag'ga ham ishlayveradi. Motor ochilmagan, cho'tki. Xudo xolasa. Hadovoylari zo'r. Puliga kelsa-chi? Pulini buni 30.500 dancha o'tib beramiz. Nima kraskalari-chi? Kraskasi oldi kapotida 2 dona petno bu. Uni tekshirib olaveradi, xudo xolasa. Yana tekshirtirib olinaveradi. Xudo xolasa, akalar asosiysi kelasiz, muammosiz, bexijolat tekshirtirib olsalaring bo'laveradi.